Meni stream boshlandi. Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Akbar Messi. Bugun biz Robloxdan, ya'ni qamoqxonadan qochishimiz kerak. Bu mening kanalimda birinchi stream bo'ladi. Obuna va like bosasizlar degan, obuna va like bosishni unutmanglar. Va o'tishimiz kerak bu yoqdan. Baraydan tez o'tib ketamiz obunachilar. Men necha minut o'taman deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Tak ketdik, buni olamiz. Yana qaysi kartani o'ynagan obunachilar izohlarda yozib qoldiringlar. Va buni bosamiz. Tutildi obunachilar. Ketdik. Endi aniq shu joyda o'tib bilaman. Ya'ni o'tish harakat qilaman demoqchiman. Yana nima haqida jonli efir olay obunachilar? Robloxdan biron nima aytinglar, yo Minecraft haqida olay, yo Contra haqida olay, yana bironta o'yin haqida olarman. Yo Car Parking haqida olarman. Fikringizni albatta nima yozib qoldirishni bilasiz. O'ynayotganimda 2 minut bo'libdi. Haligacha endi yo'qqa keldim. Buncha kam kelimizda. Bu degan sekundda shu yoqqacha kelishim yaxshi. Просто uzoqqa bormadik demoqchiman. Men bu yoqdan uzoqqa boraydim. Obunachilar. Bu yoqdan ham o'tamiz. Mana bu yoqda sirli joy bor. Ana shu yerni sizlarga ko'rsatib beraman. 100% o'xshaydi. Ana shu yerdan keyin bitta o'tib ketadi, o'tmaydi, umuman kelmaydi. Ana yuraysizlar, yurasiz. Va ana yaxshi tushayotgan joyga borasiz. Keyin ana yoqda zina bor. Ana shu yerdan keyin sakrab o'tamiz va bu yoqdan nima bor deysizmi? Olmos bor. O'sha olmosni biz olsak, biz zo'r bo'lamiz va va ana olmosni ham oldik. Va lekin men bu yo'lni oxirigacha o'ta olaman. Просто tak vaqtim bo'lmagani uchun bu videoda oxirigacha o'tmasligim mumkin. Vaqtim bo'lsa agar o'tib beraman. Menimcha katta ehtimol bilan vaqtim bo'lmasa kerak obunachilar.